Salom aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda men sizga hayotingizda juda muhim bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etaman. Bu ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz uchun juda dolzarb. Hozirgi kunda aksariyat pensionerlarimiz bilmaydigan aprel oyidan boshlab amalga oshiriladigan katta qo'shimcha to'lov haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot shunchaki muhim emas, balki hayotiy ahamiyatga ega. Chunki u sizning moddiy ahvolingizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois diqqat bilan tinglang, har bir so'zni o'tkazib yubormang. Videoni oxirigacha ko'rib chiqing va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati yillar davomida bizning nafaqa tizimimizda turli o'zgarishlar, indeksatsiyalar va qayta hisob-kitoblar bo'lib kelgan. Ammo ko'pincha bu o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlar keng jamoatchilikka yetib bormaydi yoki murakkab huquqiy tilda bayon etilganligi sababli tushunarsiz bo'lib qoladi. Oldinlari nafaqalar asosan davlat tomonidan belgilangan minimal miqdorga bog'lab yoki inflyatsiya darajasiga qarab muntazam ravishda oshirilar edi. Har yili, odatda bir necha marta. Nafaqalar ma'lum bir foizga indeksatsiyalanar edi. Biroq bu indeksatsiyalar har doim ham nafaqaxo'rlarning real ehtiyojlarini qondirmasdi va ba'zida o'tmishdagi mehnat staji, ish haqi yoki o'ziga xos mehnat sharoitlari yetarli darajada inobatga olinmagan holatlar yuzaga kelardi. Aprel oyida boshlanadigan bu yangi qo'shimcha to'lov esa oddiy indeksatsiyadan farq qiladi. Bu shunchaki ma'lum bir foizli oshirish emas, balki qator omillar asosida aniqlanadigan, ba'zi pensionerlar uchun sezilarli darajada ko'proq mablag'ni anglatuvchi maxsus mexanizm. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qonun hujjatlariga muvofiq nafaqa hisoblashda oldin e'tibordan chetda qolgan yoki yetarli darajada baholanmagan ba'zi jihatlar, xususan ayrim mehnat staji turlari, maxsus ish sharoitlari yoki ma'lum bir yillarda olingan daromadlar qayta ko'rib chiqilmoqda. Natijada ushbu qayta baholash asosida ilgari to'lanmagan yoki kam to'langan miqdorlarni qoplash maqsadida qo'shimcha to'lov joriy etilmoqda. Eng muhimi, bu haqida ko'pchilikning xabari yo'q. Chunki bu umumiy e'lon qilingan nafaqa oshirishlar qatoriga kirmaydi, balki aniq bir mezonlarga javob beradigan kishilar tegishlidir. Bu aslida adolatni tiklashga va nafaqaxo'rlarning uzoq yillik mehnatiga yanada munosib baho berishga qaratilgan harakatdir. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Xo'sh, bu qo'shimcha to'lov haqida nimalarni bilishimiz kerak? Kim bu imtiyozdan foydalanishi mumkin va kimga tegishli emas? Keling, buni juda batafsil tushuntirib beray. Birinchidan, bu qo'shimcha to'lov har bir pensionerga avtomatik ravishda berilmasligi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor sizning mehnat stajingizning o'ziga xos xususiyatlariga, ish haqi miqdorlariga va qator boshqa individual omillarga qaratilgan. Ya'ni sizning nafaqangizni hisoblashda avval qandaydir sabablarga ko'ra to'liq inobatga olinmagan yoki noto'g'ri baholangan davrlar, ish joylari yoki daromadlar qayta ko'rib chiqiladi. Bu qayta ko'rib chiqish natijasida agar sizning foydangizga o'zgarish aniqlansa, sizga qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, ba'zi pensionerlar uchun bu to'lov umuman bo'lmasligi mumkin. Boshqalar uchun esa sezilarli miqdorda bo'lishi ehtimoli bor. Kimlar uchun bu muhim? 1. 1990-yilgacha bo'lgan mehnat stajiga ega bo'lganlar. Bu eng keng tarqalgan va ko'plab pensionerlarimizga tegishli bo'lgan holat. Sovet ittifoqi davrida olingan ish haqi va mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog'liq muammolar yoki ularning o'sha paytdagi qiymatining hozirgi sharoitlarda yetarli darajada inobatga olinmasligi ko'plab tushunmovchiliklarga sabab bo'lardi. Hozirda bu davrdagi mehnat staji va ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni yangi metodologiyalar asosida qayta ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ldi. Agar sizning ish stajingizning katta qismi aynan shu davrga to'g'ri kelsa, siz bu qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishingiz mumkin. Masalan, deylik, Ahmad Bobo 1970 yildan 1991 yilgacha zavodda ishlagan. Uning o'sha yillardagi maoshi hozirgi hisob-kitoblarda yetarli darajada yuqori koeffitsiyentlar bilan baholanmagan. Yangi qoidalar tufayli uning o'sha davrdagi o'rtacha oylik ish haqi qayta hisoblanib, uning nafaqasiga har oyda 220 ming so'm qo'shimcha to'lov ajratilishi mumkin. Bu juda muhim farq. Chunki bu nafaqa miqdorini sezilarli darajada oshiradi. 2. Maxsus mehnat sharoitlarida ishlaganlar. Bu to'lqin sanoati, kimyo sanoati, qishloq xo'jaligining ba'zi og'ir sharoitli sohalari radioaktiv moddalar bilan ishlaganlar, yer osti ishlari,
o'ta zararli va o'ta og'ir ish sharoitlari bilan bog'liq sohalarda ishlagan pensionerlar. Ilgari ularning mehnat stajini hisoblashda ba'zi ustunliklar berilar edi. Lekin ba'zi hollarda bu ustunliklar hozirgi iqtisodiy sharoitlarga mos kelmay qolgan edi. Hozirda ularning stajini hisoblashda qo'llaniladigan koeffitsiyentlar qayta ko'rib chiqilmoqda. Misol uchun, opamiz Dilfuza 20 yil davomida kimyo zavodida zaruriy ish sharoitida ishlagan. Uning nafaqasi hisoblashda ushbu 25 yil sifatida hisoblanishi kerak edi. Ammo biror sababga ko'ra dastlabki hisob-kitobda bu to'liq inobatga olinmagan. Hozirgi qayta baholash natijasida uning nafaqasiga har oyda 30 ming so'mgacha qo'shimcha mablag' qo'shilishi kutilmoqda. Bu ayniqsa kasb kasalliklari va sog'liq muammolari bilan og'riganlar uchun katta yordamdir. O'ti O'zbekistonda uzoq yillar xizmat qilgan. Ammo nafaqaga chiqishdan oldin boshqa davlatlarga ko'chib o'tgan yoki chet elda ishlagan shaxslar, ularning O'zbekistondagi mehnat staji ko'pincha to'liq inobatga olinmas edi. Endi bu borada ham yangi mexanizmlar joriy etilmoqda. Faraz qiling, G'ani amaki Sovet davrida O'zbekistonda harbiy xizmatni o'tagan va keyinchalik Germaniyaga ko'chib ketgan. Uning O'zbekistondagi undexlik harbiy xizmati nafaqa hisobida yetarli darajada hisobga olinmagan edi. Yangi qoidalar ushbu stajni to'liq qayta baholash imkonini beradi va uning O'zbekistonda oladigan nafaqa qismiga, agar u buni rasmiylashtirsa, oyiga 1900 ming so'm qo'shimcha to'lanishi mumkin. Bu albatta fuqarolarning mamlakat oldidagi xizmatini e'tirof etishdir. Dard nafaqaga chiqishdan oldingi yillarda yuqori ish haqi olgan, ammo nafaqa hisoblashda ular to'liq inobatga olinmaganlar. Ba'zan nafaqa hisoblashda oxirgi 5 yil yoki eng yuqori daromadli 5 yilning o'rtachasi olinadi. Ammo agar sizning ish haqingizning eng yuqori cho'qqisi boshqa davrlarga to'g'ri kelgan bo'lsa va bu inobatga olinmagan bo'lsa, siz ham qayta hisob-kitobga umid qilishingiz mumkin. Masalan, Sanobar xola 1995-1990 yillarda bosh hisobchi bo'lib ishlagan va juda yuqori maosh olgan. Ammo nafaqaga chiqishdan oldin, masalan, 2005-2010 yillardagi ishi unchalik yuqori maoshli bo'lmagan. Dastlabki nafaqa hisobida uning eng yuqori daromadli davri to'liq inobatga olinmagan. Yangi tartib bo'yicha uning aynan yuqori maosh olgan davrlari qayta tahlil qilinib, nafaqasiga oyiga 400 ming so'm qo'shimcha to'lov ajratilishi mumkin. Bu aynan adolatli yondashuvdir. Chunki insonning eng mahsuldor yillari munosib baholanishi kerak. Kimlar tashvishlanmasligi kerak. Ya'ni kimlarga bu qo'shimcha to'lov umuman tegishli bo'lmasligi mumkin. Ya'ni agar sizning nafaqangiz yaqinda to'liq va barcha qoidalarga muvofiq hisoblab chiqilgan bo'lsa, barcha staj va ish haqi to'liq inobatga olingan bo'lsa, sizda qo'shimcha to'lovga ehtiyoj bo'lmasligi mumkin. Odatda oxirgi bir necha yilda nafaqaga chiqqan shaxslarning hujjatlari raqamlashtirilgan va hisob-kitoblar zamonaviy qoidalar asosida amalga oshirilgan bo'ladi. Minimal nafaqa oluvchilar. Agar sizning nafaqangiz minimal belgilangan miqdor atrofida bo'lsa va sizning mehnat stajingiz yoki ish haqingiz bu miqdordan oshiqroq nafaqa olishga imkon bermagan bo'lsa, bu qo'shimcha to'lov sizga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Chunki bu to'lov asosan noto'g'ri hisoblangan yoki kam baholangan staj va daromadlar uchun kompensatsiya hisoblanadi. Minimal nafaqa oluvchilar uchun esa allaqachon ijtimoiy himoya mexanizmlari mavjud. Hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki stajini tasdiqlashda muammolar bo'lganlar. Bu holatda avvalo hujjatlarni tartibga solish kerak. Agar siz o'z mehnat stajingizni yoki ish haqingizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eta olmasangiz, qayta hisob-kitob qilishning imkoni bo'lmaydi. Shu sababli bu to'lov faqatgina hujjatlari to'liq bo'lgan va qayta baholash uchun asosga ega bo'lgan shaxslarga tegishli. Bu jarayonning asosiy maqsadi adolatni tiklash va yillar davomida ro'y bergan ba'zi noxushliklarni bartaraf etish. Shuning uchun har bir pensioner o'z holatini diqqat bilan ko'rib chiqishi va zarur bo'lsa tegishli choralar ko'rishi juda muhimdir. Asosiy qism 2 istisnolar. Qaltis shartlar va noaniq nuanslar bu qo'shimcha to'lov tizimi har qanday yangi tizim kabi o'zining istisnolari, qaltis jihatlari va noaniq nuanslarga ega. Ularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchilikdan va tushunmovchiliklardan himoya qiladi. Birini avtomatik hisoblash va arizaga asoslangan hisoblash. Eng muhim qaltis jihatlardan biri shuki, bu qo'shimcha to'lovlarning barchasi ham avtomatik ravishda hisoblab berilmasligi mumkin. Hukumat
dasturlar doirasida ma'lum bir kategoriyadagi pensionerlar uchun avtomatik qayta hisoblash amalga oshirilishi kutilmoqda. Masalan, agar sizning ma'lumotlaringiz elektron bazada mavjud bo'lsa va siz aniq bir mezonlarga mos kelsangiz, sizga qo'shimcha to'lov avtomatik tarzda tayinlanishi mumkin. Biroq ko'p hollarda, ayniqsa hujjatlar eski yoki raqamlashtirilmagan bo'lsa, sizning shaxsan murojaat qilishingiz talab etiladi. Bu ayniqsa o'tmishdagi mehnat staji yoki ish haqi bo'yicha aniqliklar kiritilishi kerak bo'lgan holatlarda juda muhim. Shuning uchun sizning holatingizni aniqlash uchun pensiya fondining hududiy bo'limiga murojaat qilish yoki ma'lumotlarni onlayn tarzda tekshirish zarur. Misol uchun, Farg'onada yashovchi bir pensionerning mehnat daftarchasidagi yozuvlarning ba'zilari biroz o'chib ketgan. Agar bu holda avtomatik qayta hisob-kitob amalga oshirilsa, tizim ushbu o'chgan yozuvlarni to'liq tan olmay, unga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovni hisoblamasligi mumkin. Bunday vaziyatda pensionerning o'zi hujjatlarni tartibga solib murojaat qilishi talab etiladi. 2. Hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Qo'shimcha to'lovni olish uchun sizning mehnat stajingizni, ish haqingizni va boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlovchi hujjatlarning to'liq va tartibli bo'lishi shart. Agar sizning mehnat daftarchangizda yozuvlar tartibsiz bo'lsa, ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar yo'q bo'lsa, bu jarayonni murakkablashtirishi mumkin. Ba'zan eski korxonalar tarqatib yuborilgani sababli arxivlardan ma'lumot olish qiyinlashadi. Bu holatda sizdan qo'shimcha hujjatlar, masalan arxiv ma'lumotnomalari, sud qarorlari talab qilinishi mumkin. Shuning uchun avvalo barcha hujjatlaringizni ko'zdan kechirish va ularning tartibli ekanligiga ishonch hosil qilish tavsiya etiladi. O'tu, muddatlar va talablar. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar uchun murojaat qilish muddatlari belgilanishi mumkin. Agar siz belgilangan muddat ichida murojaat qilmasangiz, bu huquqingizdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, har bir qo'shimcha to'lov turining o'ziga xos talablari mavjud. Masalan, faxriy donador maqomini olgan dehqonlar uchun alohida to'lov belgilangan bo'lishi mumkin, ammo bu to'lovni olish uchun ularning maqomini tasdiqlovchi hujjatlar talab etiladi. Bu talablarni bilmaslik sizni imtiyozdan chetda qoldirishi mumkin. 4. Boshqa imtiyozlar bilan o'zaro bog'liqlik. Yangi qo'shimcha to'lov siz oladigan boshqa ijtimoiy imtiyozlar yoki to'lovlarga qanday ta'sir qilishi mumkinligi ham noaniq nuanslardan biridir. Nafaqa miqdorining oshishi sizga beriladigan boshqa yordam turlari, masalan, uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiyalar, kam ta'minlangan oilalar uchun nafaqalar miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni umumiy daromadingiz oshgani sababli boshqa ijtimoiy yordamlar miqdori kamayishi yoki bekor qilinishi ehtimoli mavjud. Bu har doim ham yomon emas, lekin bu haqida oldindan xabardor bo'lish va rejalashtirish muhim. Bu murakkab munosabatlarni aniqlashtirish uchun tegishli ijtimoiy xizmatlar bo'limlariga murojaat qilish zarur. 5. Soliqqa tortilishi. Har qanday qo'shimcha to'lov soliqqa tortilishi mumkinmi yoki yo'qmi? Bu ham muhim savol. Odatda nafaqalar soliqqa tortilmaydi, ammo ba'zi maxsus to'lovlar uchun istisnolar bo'lishi mumkin. Hozircha bu qo'shimcha to'lovlarning aksariyati soliqqa tortilmaydigan deb kutilmoqda. Ammo sizning shaxsiy holatingizda aniqlik kiritish uchun Moliya vazirligi yoki pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan so'rash zarur. 6. Ma'lumotlarning aniqligi va bazadagi xatolar. Ba'zan nafaqa hisoblashda foydalaniladigan elektron bazalarda eski ma'lumotlarda xatolar yoki nomuvofiqliklar bo'lishi mumkin. Masalan, sizning ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz yoki ish stajingizdagi ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi ehtimoli bor. Bu kabi xatolar to'lov miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun agar siz shaxsiy ma'lumotlaringizda xatolikka duch kelsangiz, ularni tuzatish uchun murojaat qilishingiz kerak. Bu holatda sizdan tegishli tasdiqlovchi hujjatlar, pasport, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi talab qilinadi. 7. Muddati o'tgan da'volar. Agar qo'shimcha to'lov sizning nafaqangiz noto'g'ri hisoblanganligi sababli to'lanayotgan bo'lsa, bu to'lov odatda o'tgan 3 yildan oshmagan davr uchun qayta hisoblanadi. Ya'ni, agar sizning nafaqangiz 10 yil avval noto'g'ri hisoblangan bo'lsa ham, faqat oxirgi 3 yil uchun kompensatsiya olishingiz mumkin. Bu cheklovlar qonunchilikda belgilangan bo'lib, ularni bilish muhimdir. Bularning barchasini inobatga olgan holda, har bir pensioner o'z holatini diqqat bilan tahlil qilib, zarur choralar ko'rishi juda muhimdir. Shoshmasdan barcha ma'lumotlarni tekshirib,
keyin harakat qilish eng to'g'ri yechim bo'ladi. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Sizning harakatlar rejasi. Bu qo'shimcha to'lovdan foydalanish uchun nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Keling, aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Vaziyatingizni tahlil qiling. Avvalo, yuqorida aytib o'tilgan mezonlarga qarab, sizning holatingiz ushbu qo'shimcha to'lovga mos kelishini aniqlang. Sizning mehnat stajingiz qachon boshlangan? Maxsus sharoitlarda ishlaganmisiz? Nafaqaga chiqqaningizdan beri qancha vaqt o'tdi? Bu savollarga javob berish sizning keyingi qadamlaringizni belgilaydi. Agar siz 1992 yilgacha ishlagan bo'lsangiz, maxsus sharoitlarda mehnat qilgan bo'lsangiz yoki nafaqaga chiqishdan oldingi maoshlaringiz borasida shubhangiz bo'lsa, siz albatta murojaat qilishingiz kerak. 2. Zarur hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. A. Pasport, fuqarolikni tasdiqlovchi asosiy hujjat. B. Nafaqa guvohnomasi, pensionnoye удостоверение. C. Mehnat daftarchasi, trudovaya knижка. Bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Undagi har bir yozuvning aniq va o'qilishi mumkin bo'lishiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir yozuvlar o'chib ketgan yoki noto'g'ri bo'lsa, ularni tuzatish ustida ishlash kerak bo'ladi. D. Ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar. Ayniqsa nafaqaga chiqishdan oldingi yillarda olgan yuqori daromadingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar muhimdir. Agar sizda bu ma'lumotnomalar mavjud bo'lmasa, ish joyingizning arxiviga yoki tashkilotning huquqiy vorislariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Tarqatib yuborilgan korxonalar bo'lsa, viloyat yoki shahar arxivlaridan so'rab olishga to'g'ri kelishi mumkin. Nikoh guvohnomasi. Agar ismingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, turmushga chiqqanda, bu hujjat familiya o'zgarishini tasdiqlash uchun kerak bo'ladi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda xatolar bo'lsa, ularni to'g'rilash uchun. Diplomlar, guvohnomalar. Agar siz o'qigan davrlaringiz ham stajga qo'shilishni istasangiz, maxsus mehnat sharoitlarini tasdiqlovchi hujjatlar. Agar siz zararli yoki og'ir sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, bu sharoitlarni tasdiqlovchi korxona ma'lumotnomalari, buyruqlar, lavozim yo'riqnomalari va boshqalar. 3. Qayerga murojaat qilish kerak? A. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi. Bu asosiy manzildir. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. U yerda mutaxassislar sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqadi va sizga maslahat beradi. B. Davlat xizmatlari markazlari One Stop Shop. Ko'plab viloyat va tuman markazlarida davlat xizmatlari markazlari mavjud. Bu yerda ham sizga pensiya jamg'armasiga murojaat qilishda yordam berishadi va kerakli shaxslarni to'ldirishda ko'maklashadi. Bu markazlar qulaylik yaratish uchun tashkil etilgan elektron hukumat portali my.bond.gov.uz. Agar siz internetdan foydalana olsangiz, ba'zi ma'lumotlarni onlayn tarzda tekshirish yoki dastlabki murojaatni yuborish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Biroq ko'p hollarda shaxsiy tashrif va hujjatlarning asl nusxalari talab qilinadi. 4. Qanday ariza yozish kerak? Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazlarida sizga nafaqani qayta hisoblash to'g'risida yoki qo'shimcha to'lovni tayinlash to'g'risida nomli standart ariza shaklini berishadi. Bu arizada siz quyidagilarni ko'rsatishingiz kerak. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqamingiz, nafaqa guvohnomasi raqami, qayta hisoblashni so'rash sabablari. Masalan, mehnat stajimni qayta baholash, ish haqimni tasdiqlovchi hujjatlarimni inobatga olish, maxsus mehnat sharoitlarimni hisobga olish. Bu yerda siz aniq bir davrni yoki vaziyatni ko'rsatishingiz mumkin. Ilova qilingan hujjatlar ro'yxati. Har bir ilova qilingan hujjatni sanab o'ting. Masalan, pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi va sana va imzo. Arizani to'ldirishda sizga pensiya jamg'armasi xodimlari yordam berishi shart. Hech qachon tushunmagan joyingizni imzolamang. Agar sizda savollar bo'lsa, ularni mutaxassislardan so'rashdan tortinmang. Ariza va barcha ilova qilingan hujjatlarning nusxalarini o'zingizda saqlab qo'ying. Murojaatingiz qabul qilingani haqida rasmiy tasdiqnoma masalan. Arizangizning nusxasida qabul qilinganligi haqidagi shtamp yoki ro'yxatga olish raqami olishni unutmang. Bu keyinchalik jarayonni nazorat qilish uchun muhim bo'ladi. 5. Jarayonni kuzating. Sizning murojaatingiz pensiya jamg'armasida ko'rib chiqiladi. Bu ma'lum vaqt olishi mumkin, odatda 10 kundan 3 kungacha. Bu davrda sizdan qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shu sababli
telefoningizni ochiq tuting va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'ling. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz, murojaatingiz holatini so'rab, qayta aloqaga chiqing. Unutmang, bu sizning haqqingiz. Hukumat tomonidan belgilangan har qanday imtiyoz yoki to'lovdan foydalanish uchun siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Ko'pincha sizning huquqlaringizni bilmaslik yoki harakat qilishdan erinish sizni muhim moliyaviy yordamdan mahrum qilishi mumkin. Bu ayniqsa nafaqaxo'rlar uchun juda muhim. Chunki har bir qo'shimcha so'm ularning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar. Bugun biz aprel oyida boshlanadigan va ko'plab nafaqaxo'rlarimiz bilmaydigan juda muhim qo'shimcha to'lov haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldik. Biz bu to'lovning mohiyatini, kimlarga tegishli ekanligini, qanday istisno va nuanslar borligini hamda uni olish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yish kerakligini chuqur tahlil qildik. Bu ma'lumot shunchaki quruq raqamlar emas, balki minglab insonlarning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan real yordamdir. Agar sizning mehnat stajingizda 1992 yilgacha bo'lgan davrlar mavjud bo'lsa, agar siz og'ir yoki zararli sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, yoki nafaqangizni hisoblashda qandaydir adolatsizlikka duch kelganingizni his qilsangiz, zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. O'zingizni moliyaviy jihatdan himoya qiling, o'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning. Bu sizning yillar davomida qilgan fidokorona mehnatingiz uchun munosib mukofotdir. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Ushbu qo'shimcha to'lov haqida sizning shaxsiy tajribangiz yoki savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz bunday muhim va dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. O'zingizga va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha